Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Qayerdan keldingiz? Tayloq tumani. Tayloq tumani, familiyasingiz? Nasriddin O'zarov. Qanday holat bezovta qilib davolanishga kelgandingiz bu yerga? Oyog'ida shish bor edi. Tomir tortishlar bor edi. Ko'ngil aynish. Shuni o'xshash alomatlar bor. Alomatlar bilan kelgansiz bir hafta oldin. Hozir bugun ikkinchi lichinaga keldingiz davolanishga. O'zingizda o'zgarishlar bo'ldimi? Juda ham katta o'zgarish. O'zgarishlar bo'ldi. Oyog'imning shishlari qaytdi. Shu uchun ikkinchi marotaba yana keldim. Davolanishga keldingiz. Mayli, Xudoyim qolgan dardlaringizga ham shifo bersin, yana ham yaxshiroq bo'lib keting. O'sha markazga, qaysi markazga davolanishga keldingiz? Baxtiyor ota. Baxtiyor ota xususiy klinikasiga keldingiz. Mayli, qolgan nima kasalliklaringizga ham shifo topib keting, mayli yaxshigina bo'lib keting. Sizlarga ham katta rahmat.